Xotin kimdir ayollar. Ana sizlarga akajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nardima qazidan. To'xat hisobini aytasizmi? Ha? To'xat hisobini aytasizmi? Yo'da o'tyapti deyapmiz. Yo'q, bayma qilamizmi? Qo'rqib tashdingiz meni. Qamoqdan chiqib masalan Moskva bilan yugurib kelyapsiz. Mana shunaqa qilib mana xizmat. Men jinoyat qilganday обращение qilyapsiz-da. Yo'dani ko'rdingizmi aka dedi. Keyin sizga o'zimni tanishtirdimmi? Yo'da kimdir ayoli, kimdir xotin. To'xatishdan maqsadingiz? Yo'da yo'l bermadingiz. Hozir harakat davom etdi. To'g'ri. Bilmadim, ko'rmadingizmi? Qizil pasport. Yo'dan ko'rmadingizmi akajon? Bilmadim, bordim. Siz ko'rib kelyapsiz-ku. Baba, men sizga agar borib bo'lsa nima bo'ladi aka? Ha, bilmadim, chetroq olaymi shuni? Qayerdan akajon? Buxoro shahar. Moshindan o'tyapti. Danom xudo. Zakaz. Kinoda? Hakimov Xurshid. Moshindan o'tyapti. Moshin benzinmi? Gazmi? Propan. Benzinimiz nima o'tdi? Bilmadim endi, ba'zangiz ishlasa ko'rsatadi, ishlamasa ko'rsatmaydi. Farod. 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 Voy Farod. Gaz shunga kelsa, dema. Menga benzin shu ishonmaysiz. Ham tushmaydi endi mashina. Propanga ishonadi. To'g'ri? Bu propanmi? Propan. Hozir qapim. Neri? Şunu bir düşkün. Bu haftaki tomak vaziyet etmiş. Devam kırk iyi. Evet, gayret iyi. Bunu bekliyorum çelak hacım. 90'lik. Piyoda gelmeden diyoruz bakacağım. Şimdi sen? Hozir protokol qilyapsiz? Ha. Ha, ana qog'oz protokol oling, noroziligimni yozaman. Sabah norozilik. Sudga tushuntiraman. Yo'q, hozir sabah. Yo'q, sizga tushuntirishga ana hafsalam yo'q, xohishim yo'q. Sudga tushuntiraman. Yo'q, sabah aytdim. Tushunaman vaziyatni. Bir vaziyat. Notujma, biroma bo'lsa tushunaman, ham o'qidim. Hozir nechinchi band bo'yicha qoidani buzdim? Yo'l harakat qoidasi buzdim biz bana. Nechi shoshilmasdan, ha? Yo'l harakat qoidasini 112-banda o'zi qo'ygan. Piyodalar o'tishyapti hozir. Qarang, 112 xato aytdingiz-da? Yo'q, 112 ni buzmadim. Nechi buzdingiz? Bilmadim, lekin 112 emas-da. Piyodaga yo'l bermasin. Farod. Farod. Ne, qo'ying Farhod Marhod demang, o'zingiz gapiravering. Keling, men 112 ni sizga qarang. Ana 112 ni o'qing. O'qing. 112 to'g'ajon. Ana bering men sizga yo'l bermaslikni o'qitasiz. Yo'q, qaysini buzdim, shuni aytsizlar. Qaysi birini? 111, 112. Endi o'qing. Uchovda ham shunday. 110 ga ham bo'lsa emas, 111 ga ham emas, 112 ga ham bo'lsa emas. Qaysi ham bo'lmaydi. Yo'q, siz bilishingiz kerak. Nima deydi? Yo'q, men uni 112 bilmadim. Ya siz nima tushunyapman? Nima aytaman? Shuni men sudga tushuntiraman. Sababini ayting. Aytaman, noroziligim bor, yozaman. Qog'oz protokolga yozaman. Yo'q akajon, qog'oz protokol o'zi nimaga o'tilgan? Onlayn o'tilgan. Ha, bo'lmasa noroziligimni planshetda yozaman. Norozilik kiritaymi? Qarang, to'xtang, sizga bo'lish kerak-ku. Qarang, men o'zi bor-ku, 96-band bo'yicha kelyapman-da. Men o'zi Go'rgazdan anga qaytyapman-da. 42 yil berdi o'ylay. Ha? 42 yil berdi o'ylay. Hammaga yo'l berib endi qayting degan 5. Yo'l berish nima degani? Yo'l berish nima degani atamasi? Qarang, hozir gaplasholmayapman-da, ratsiya baland. Qarang, so'zlar. 542 mayl o'z yo'liga yo'l berishim kerak, ha? 542 bo'yicha. Endi yo'l berish atamasini mana shuni ayting. Yo'l berish. Hammani o'tkazib. Yo'q, yo'l berish degan so'z bor-ku, yo'l berish ikkita so'z. Yo'l berish. Ana yo'l berish degan so'zning atamasi bor. Ana shuni ma'nosi. Tafsiri yozilgan kitobda. Yo'l berish nima degani? Yo'q, ana yo'l berishni men sizga ochib beraman, siz o'qiysiz, ma'nosini.
Hammaga yo'l berasiz degan. Hammaga. Ha, shunday. Hammaga degan. Hozir maktubay. Tak, Akajon, uni qo'ying. Ha. Piyodaga yo'l Ne bermaysiz. ana qarang. Ana yo'l berish ana shuni o'qing. Siz o'qing. Yo, men million marta o'qigan. Mana nimasini o'qiyman. Piyoda velosiped. Qarang. To'g'riga Qarang. yo'l berib 5:40 yo'lingizga amal qilib siz burilish kerak. Xuddi shunday. Piyoda ham bor. Xuddi shunday. Endi yo'l berishni o'qing desam o'qimayapsiz. Men sizga so'zma-so'z o'qib beraman. Chunki og'zaki tushuntirsam siz quloq solmayapsiz-ku. Qarang. Yo'l harakati qatnashchilariga nisbatan imtiyozi bo'lgan boshqa harakat qatnashchisining harakat yo'nalishi yoki tezligini o'zgartirishga majbur etishi mumkin bo'lgan hollarda harakatni davom ettirmasligini yoki boshlamasligini biror bir manevr bajarish mumkin emasligini bildiruvchi talab. Endi menda video registrator bor, sudda isbotlayman. Qani men uni harakatiga ta'sir qildimi manevriga? Yo'q, yo'q. To'ppa-to'g'ri. Siz gap eshiting. Firmada piyoda. Mana kurshdasizmi? Yo'q. Piyoda baribir o'tib piyoda haqqi bo'ladi. Ha, yo'q. Adashyapsiz. U 109-bandga mos. To'g'ridan kelayotgan bo'lsa, ana svetofor emas, yo'lning tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi bor-ku, o'sha payt 109 ishlaydi. Hozir men svetoforda unga qaytyapman-ku, bu payt 96 ishlaydi. 5:42 yo'l bergan kerak. 5:42 ga yo'l berish degan. Yo'l berish atamasini sizga o'zi tushuntirib beryapman. Tushunaman, lekin piyodaga yo'l berish. Ne, tushunmayapsiz. 112-bandchi? Yo'q, ana shu yo'l berish degan so'z ishlatilgan. Piyodani o'tkazib yuborsin demagan. Yo'l berish deyapsiz. Yo'l berish bo'lsa, men uni manevriga xalaqit bermayapman. Ha, piyoda sekinlash. Qarang, tushuntirib bo'ldim. Ana shu gapni ko'paytirmaslik uchun qog'ozga protokol qiling, sudda isbotlayman. Men kutaman, siz qog'oz protokolni biror kishidan so'rab oling, keltirib bersin. Yo'q, biz elektronmi. Agar yo'q, men rozi desam, men raport orqali yuboraman, mayli? Yo'q, yuborish kerak emas, men talab qilaman. Yo'q, talab qilyapsiz, lekin bizga yo'q da. Bu sizning muammongiz. Mana. Endi qarang, men qo'yda buzdim. Qo'yda buzdingiz. Meni qo'yib yuboryapsiz. Men sizni o'g'irlantiryapman. Yo'q, men haqqingiz yo'q lekin. Yo'q, gap eshiting. Men sizni rasmiylashtiraman deyapman, elektronni. Yo'q deyapsiz. Men kutaman. Raport qog'oz protokolni keltirib bersin, men xodim obilgaydan. Yo'q, haqi bizga. Qanday tushuntiring? Mayli planshetda tuzing, norozi degan joyga izoh yozdiraman, yozaman. Buni yozadigan narsasi yo'q, yana tushuntiraman aka. Fuqaroni yozadigan qo'y deyapman. Endi nima qilishim kerak shunda? Sizga tushuntiribman, tushunishni xohlamayapsiz. Men tushunib bo'ldim. Siz o'zingizni bir kishini bizga ishga chiqyapsiz-ku. Men mayli sizni ogohlantirish va men qo'yda buzgan bo'lsam ogohlantirasiz. Qo'yda buzyapsiz. Men sudga qo'yda buzyapsiz aka. Meni qo'yda buzar demang. Bu gap menga yoqmaydi, chunki men qo'yda buzganim yo'q. Men qonunga bo'ysunuvchi fuqaroman. Siz ana shu 196-bandni yaxshilab tahlil qiling. Men tahlil qilmayman. Yo'q, tahlil qilmayapsiz-da. Keyin menga rahmat aytasiz. Ana bu video ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Yaxshilab tahlil qiling. Akajon, men sizga yana aytyapman, gap eshiting. Men sizni ogohlantiryapman. Tahlil nima emas. Piyoda akajon, baribir o'tgandan keyin piyoda haqqi. Tushundingizmi? 109-band bo'yicha siz aytyapsiz. Tushunmayman. Men 96-band bo'yicha harakatlanib kelyapman. 40 yo'l belgidan kelyapsizmi? Hurmat haydovchi. Xuddi shunday. 40 dan yo'l belgidan kelgandan keyin hurmat haydovchi. 40 dan kelgandan keyin o'ngga burildingizmi? Piyodaga yo'l berishingiz kerak. Qarang, tem bo'ldi, svetofor yashil bo'ldi, bilasizmi? Svetofor yashilga kelyapman. Siz yo'q, siz 40 ga. Siz to'g'riga yashang. Yo'q, to'g'riga yashil bo'ldiki, chunki Cobalt yopib o'tirgandi yo'lni. Yashil bo'ldi-ku haydadi. Keyin orqasidan men haydadim. Ujmonda ham yashil. Yashil bo'lgan yo'q-ku sizda. Cobalt oldinga to'g'ri haydadi. Aka, yashilganim yo'q. Qarang, men yashilga kelyapman, chunki Cobalt yo'lim to'sib turgandi. Agar Cobalt bo'lmasa, men unga qaytardim 542 ga. Tushunyapsizmi? Men tam gapirib bo'ldim. Aka. Men gapirib bo'ldim, tamom. Tushunib bo'ldim bu kishini. Bo'lsa inkaz go'shkalani qo'yishni kadashtingda. Yana ogohlantiryapman deyapman. Yana qanday? Yo'q, ogohlantirishga vakolatingiz yo'q. Ha. Qog'oz protokol yozib bersinlar. Bering, aka. Bering, men sizga nima deb yozib beraman, mayli. Bering. Noroziman, uni yozaman noroziligimni. Qo'yishga nima qo'ydim? Yo'l bermanlar. Yo'l bermagan. Men qo'yda buzmaman. 90lik. Qilingan bo'g'imlar Tamommi? Shuni bir og'iz gapirsiz shuni. Yo 294 dan boshqani tanishtiring. 294 modda bor, shuni qo'yib yurasiz. Xizmat holatimdan, muomalamdan bayram nursiz, siz o'sha qaysi deyapman. Tamam, bo'ldi, shu.
Noroziman degan joyini men izoh yozaman. Norozi? Siz Ha. uyga chiqishdan boshib o'tasizmi? Yo'q, norozi degan joyda men izoh yozishim kerak. Hozir qo'yib qo'ysam rozi bo'laman-da. Mana qarang, noroziman degan joy bor plansheti. Qani norozi? Fuqaro noroziligi. Siz toping, men planshet mani qo'limda emas, qurshit. Qo'shilaka. Ha. Aka gapsidan kiraydi. Men famda ishlaymiz. Ha? Men znakam million bor dedi, ichib yo'qam dedi. Znakni million bor ko'rganman. Fuqaro imzosi emas. Yana nimasi kerak hujum? Izoh yozishim kerak. Yozadigan sizning joyingiz yo'q. Endi u sizni muammoingiz. Planshetda bor u narsa. Chekasizmi, qo'lisizmi keting? Yo'q, men imzo noroziligimni yozishim kerak. O'zingiz aka yozib boribdi. Ne, men noroziligimni yozishim kerak. Norozimisiz? Ha. Bormi ro'yxat qilasizmi? Ne, men imzo chekmayman. Roziman deb imzo chekmayman. Qo'l bilan kiritaymi? Bera deyaptiki, rozi, fuqaro rozi deb qo'yapti. Ana fuqaro norozi bo'lsa, men imzo chekaman. Norozi bo'lsa anaqa bu yerda. Mana bu bog' bilan kiritaymi? Ha, mayli, noroziligimni videoga olib imzo chekaman. Tushunyapsizmi? Ana gapirib sapsiz bo'lyapti. Ne, noroziligimni mana buni videoga olib imzo chekaman. Tam muammosi yo'q uni. Noroziligimni yana rozi qilyapsiz-ku siz. Qanday beradi imzo chekilmaydi? Siz fuqaroning ustidan kulyapsizmi? Aka ko'rganim yo'q ana. Ko'rganim yo'q aka. Men norozi deyapman sizga, yana endi ichimda tushuntiray. Biz bo'lsa turban aka yana nima qilay? Rozilikka turibdi-ku. Norozilik akajon xolis bilan kiritiladi deyapti. Ha, mayli, xolis to'xtating, cho'qiring. Mana tushuntiray yana sizga. Xolis to'xtating, men qarshiligim yo'q. Imzo chekmaysizmi? Norozilikka imzo chekaman. Qabera norozilikka imzo chekadigan emas, xolis bilan deyapman. Bu meni muammom emas u. Nima muammo akajon? Balki siznikidir, balki davlatnikidir. Men uni tushunmayman. Albatta, noroziligimni imzo chekaman. Rozilikka imzo chekmayman. Tushunyapsizmi? Chunki qoida buzganim yo'q, sudda isbotlayman men uni. Hozir rozi bo'lib imzo cheksam, o'zim keyin yugurishim kerak. Men sudda keyin chaqirmaydi, o'zim sudga berishim kerak. Norozi bo'lsam, o'rgay meni sira sudga yuboradi. Men sira sudga borishimni xohlayman. Xolis bilan kiritaymi, urma deydi-chi? Imzo chekmaysiz. Xolis bilan kiritasiz, lekin noroziligimni bayon etaman. Tushunyapsizmi? Norozilikka bayon etadigan joy yo'q deyapman. U meni muammom emas. Qo'yish mana. Konstitutsiyaviy huquqimni poymol qilyapsiz. Hurmatli haydovchi, men sizga tushuntiryapman. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Oqib. Aka, spora shmokasi to, men qo'ydi bayron aka deyim. Ukaz napamdan, может, shmam napamdan shit. Aka, famda shuda qo'ydi bayron aka deyim. Stefanonamda shmo. Qo'yda buzganim yo'q. 96-band bo'yicha qayrilib kelyapman. Piyodaga yo'l berishim kerak. Piyodaga yo'l bermasdan O'sha yo'l berish nima degani? Yo'l berish, ha. Yo'l berish atamasi nima degani? Uni bir manyovrga xalaqit bermayman piyodani. Uni tezligini o'zgartirmayman. U meni ko'rib, nima degan? Burilib olishni aytamiz. o'sha yo'l berish, 96-bandda yo'l berish kerak. Yo'l berish atamasi, uni bir manyovrga xalaqit bermayman piyodani. Gorgazonda ishlayman. Men Gorgazdan kelyapman. Faqat 96-bandni sizlar nimaga tushunmayapsizlar? Piyodaga yo'l bermaysiz deb. Ha, piyodaga yo'l bermayapsiz debdilar. Men yo'l beryapman piyodaga. Piyodaga yo'l bermaslik uchun piyoda to'xtab qolish kerak meni ko'rganda. U bir xil kelyapti. Uni manyovrga xalaqit bermayapman. Uni manyovrga xalaqit bermasam o'tib ketaveraman. Qachon o'tkazib yuborish deb yozardi? 109-bandda o'tkazib yuborish degan. 109-bandda men o'tkazib yuboraman. To'xtayman, piyodani o'tkazib yuboraman. 109 qachon 109 qachon ishlaydi? Men tekis yo'lda ishlaydi. 540 ishlaydi. Yo'q, daxli bor. 542 ga ham yo'l berish degan. Ikkalasida ham yo'l berish, 96dan. O yo'l berish deganiki manyovrga xalaqit bermasangiz. Ana shu kun razvodga boring, hamkasb bilan tahlil qilinglar. Qarang, o'sha 98 ta hamkasbingiz sizlar 100-chi bo'lsalar, 98 ta qarang. 98 ta hamkasbingiz haydovchi to'g'ri qilibdi deydi. Qarang, menga rahmat deysizlar, qaranglar.